Siz bu haqda aniq eshitmagansiz. Kimyo industriyasi insoniyat yashayotgan muhitni plastika bilan ayovsiz to'ldirib tashlamoqda. Olimlar birinchi marta 2021-yilda plastik yomg'ir hodisasi bilan to'qnash keldilar. Plastik zarralar atmosfera balandliklariga chiqarib tashlanadi. Ularda nam to'planib, yomg'ir bulutlari hosil bo'ladi va plastik yerga yog'iladi. Korxonalar atmosferaga chiqaradigan kislotali yomg'irlarning oldini olsa bo'ladi, ammo plastik yomg'ir bilan kurashish amalda imkonsiz. Mikroplastiklar 5 millimetrdan kichikroq bo'lgan zarrachalardir. Ular plastik buyumlarning yemirilishi yoki sanoat jarayonlari natijasida hosil bo'ladi. Hozirgi kunda mikroplastiklar nafaqat dengiz va tuproqda, balki havo orqali ham tarqalmoqda. Eng dahshatlisi, ular yomg'ir tomchilari bilan yerga tushadi. Bu hodisa mikroplastik yomg'ir deb ataladi. Bir necha 10 yillar avval tashlangan plastik paket yillar davomida havoda uchib yuradi yoki son sanoqsiz zarralar ko'rinishida tuproqda, suvda to'planadi. Dunyo okeani 125 trillion plastik zarralarini tarkibida saqlamoqda. Uning ulkan cho'kmalari yerda ham to'plangan. U o'simliklar o'sishini sekinlashtiradi, hosildorlikni pasaytiradi, oqibatda ko'proq kimyoviy o'g'itdan foydalanishga majbur etadi. Vodoprovod suvining 5 ta qit'adan olingan namunasi 83% plastika bilan ifloslanganini ko'rsatdi. Ekspertlar xulosasi g'oyatda tashvishli. Ular atrof muhitni ifloslantirayotgan haddan tashqari ko'p plastik zarralarni birorta tozalash tizimi filtrlashga qodir emas degan fikrdalar. Hattoki Antarktida qorida va Everest cho'qqisida ham mikroplastiklar topilgan. Tadqiqotlarga ko'ra, har yili dunyoga 14 million tonna mikroplastik yomg'ir shaklida yog'adi.